Assalomu alaykum aziz hurmatli Ganlan skuter ishqibozlari, aziz obunachilar. Sizlar bilan bugun Xudo xolasa 2025-yil 3-oktyabr oyida eson omon mana shunday chiroyli skuterlar bilan ko'rishganimizdan, barcha obunachilarimizdan, xalqimiz bilan ko'rishganimizdan xursandmiz. Sizlar uchun ko'pchilik so'ragan otaxon, onaxonlarimiz uchun, opa-singillarimiz uchun mana bunday 3 balonli skuterimizning tugab qolganini davomini keltirib qo'yganmiz. Yangilangan versiyada, yangilangan ranglarda, yangilangan xudo xolasa akkumulyatorlarda olib kelib qo'ydik. Obzorni qilib o'tamiz. Undan oldin sizlar bilan xudo xolasa do'konimizni mana mahsulotlarni ko'rsatib o'tamiz. Akalar, bugun xudo xolasa 3-oktyabr, hech qanday bir prava nomer bizga xalaqit bergani yo'q. Savdolarimizga xudo xolasa yaxshi klientlarimiz bor, mana savdo qilishmoqda. Bemalol kelib har qanday turdagi elektroskuterlarni bizdan va benzinlarni xarid qilishingiz mumkin. Skuterimizga qaytamiz. Xudo xolasa yangilangan versiyada tashrif buyurgan mana bunday 3 balonli skuterimiz 6 ta 32 kilo akkumulyator bilan jihozlangan va 650 motor miya quvvati bilan bemalol jihozlangan. Skuterimizning xudo xolasa ko'rinishlari juda ham ajoyib zo'r. O'zining salon qismiga oldiga bir kishi, orqaga esa har doim 2 kishini sig'dira oladigan neobычный eng zamonaviy 3 balonli skuterimiz. Xudo xolasa skuterimiz bitta zaryad bilan to'liq 50-60 km masofani bosib o'ta oladi. Bunga qo'shib beradiganimiz sizlar uchun original zaryadi va bokovoy. Undan tashqari bitta nomer 1 sovg'amiz bor. Uni albatta kelib do'konimizdan xarid qilsangiz, u sizga bonus sifatida qo'shib beriladi. Yaqindan ko'rsatib o'tamiz. Skuterimizda avarenka jihozlar, pavorotlar, danlimojning chiroq va ajoyib ko'rinishdagi tablo bilan jihozlangan. Saka diskasi ustiga karpaklari Xitoy tomonidan zamonaviy qilib qo'yib berilgan. Biz albatta sizga ustunovka qilib o'rnatib beramiz. Tormozlarni eslatib o'tamiz. Tormozi oyog'ida va qo'l tormozlar bilan jihozlangan. Qo'l tormozi 7 noy bo'ladi. Tezliklari 35-40 ni tashkil qiladi. Ranglari har xil ranglari bor. Otaxon, onaxonlarimiz uchun sovg'a, juda ham ko'pchilik so'raganlar uchun olib kelib qo'ydik. Faqat soni cheklangan, tez-tez aloqaga chiqib xarid qilishlaringiz mumkin. Albatta videomizga like bosinglar, kommentariyada o'z fikringizni qoldirib, tanib shularga jo'natinglar. Mana bunday kuzib raqamlari bor. Kuzib raqamlari albatta sizlar uchun hozirgi nomer prava degan joyiga juda ham ish beradi. Albatta firmamizning nomi, kuzib raqami, motor quvvati, ishlab chiqarilgan yili, ves ko'tarishi, akkumulyatorning volti hammasi shunga ma'lumot qo'yilgan. Albatta shu bilan sizlarga qo'shib beramiz, xarid qilishingiz mumkin. Xudo xolasa juda ham zo'r qilib ishlangan va yukxonasini ko'rsatib o'tamiz. Samarjon aka, yaqinroq siz yukxonasini ko'rsatamiz. Azizlar, mana xudo xolasa orqasidan teyda bemalol yukxonasi bor. Kerakli yukingizni bozordingizmi, do'kondingizmi bemalol olib borib foydalansangiz bo'ladi. Mana orqa tomonlari to'silgan, oldi ham o'ziga to'silgan, faqat yon tomoni ochiq xolos. Bu taraflari ham juda ham sizga unaqa sovuq yoki bir narsani keltirmaydi, chunki yonlari, oldilari juda ajoyib qilib bekitilgan. Orqalari juda ham yumshoq qilib ishlangan, ikkita odam bemalol sig'dira oladi va undan tashqari mana bunday qo'l bilan ushlab ketish uchun dugalar qilingan. Dugalarga gap yo'q. Oldi dugalar juda ham baquvvat, zo'r qilib ishlangan. Ranglari neobычный, tomlar ajoyib, tomlar ichidan anamda shum izolyatsiya o'xshagan narsa qilingan. Albatta daqir-duqir emas, yaxshi mazza qilib odamni charchatmaydigan 3 balonli skuterimiz. Hammalarni biz mana shu do'konimizda kutib qolamiz. Aytgancha uzoqdan bizni kuzatuvchilarga manzilni aytib o'tamiz. Juda ham manzilimizni so'raganlar ko'p. Manzil Farg'ona viloyati Qo'qon shahri Dang'ara tumanida joylashgan. Kalxo'z qishlog'ida bosh omborimizdan to'g'ridan-to'g'ri sizlarga video bo'lmoqda. Narxlar ba'zi narxlar hech qanday o'zgarmagan. Narxini hozir sizlarga aytib o'tamiz. Oxirida like bosinglar, kommentariyada o'z fikringizni qoldiring. Albatta chiroyli fikr qoldirasiz degan umiddamiz. Uncha-muncha xato kamchilikka rozi bo'lasizlar akalar. Qo'ldan kelgancha sizlarga videoni olib bormoqdamiz. Juda ham chiroyli qilib. Mana shunday skuter so'raganlarga albatta videoni jo'nating va bizni ko'rib tashrif buyursangiz narxlarni yanada tushirib beramiz. Xullas kalom, gapirgan gapimiz juda ham ko'p sizlar uchun. Narxini aytib o'tishdan oldin yana bir bor takrorlaymiz. Farg'ona viloyati Qo'qon shahri Dang'ara tumanida joylashgan manzilimiz. Albatta dastavkasini kelishilgan holda sizlar azizlarga uzoq joylarga qilib beramiz. Bemalol aloqaga chiqishingiz mumkin.
Buni narxi hozirgi kunda 13 million, 14 million sotilgan 3 ballon skuterimizni hozirgi kundagi narxini sizlar uchun 12 million so'm beramiz. 12 million. Yanada kelishadigan oz-moz joyi bor. Albatta biz uchun iliq fikrlar bildirgan bo'lsangiz albatta azizlar. Hammalarni kutib qolamiz. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar.